Mana navbatdagi ikkinchi darvozamiz ham yetib keldi. Farg'ona viloyati Vodilga. Xudo xolasa endi koziroklari bilan uстановка qilamiz. Video davomida uстановка jarayonini ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda avtomat darvozani tepasiga va yasablarga darvozamiz tepasiga ham koziroklar bor. Xudo xolasa uстановка jarayonini ko'rsatib boramiz. Xudo xolasa darvozamizni korobkalari o'zida bo'lganligi uchun bu darvozani kesib olib tashlayapmiz. Ya'ni bu darvozaning shvelarini chiqarishga imkon yo'q, sababi mana kroshkalari, ichkari fasadning ishlari bitib bo'lgan. O'shaning uchun hozir darvozani o'zlarini eski darvozaning korobkasiga uстановка qilyapti. Darvozamizni orqa darvozani uстановка qilib bo'ldik. Darvozaning korobkalari joyidagi hisobiga biroz qo'l ishladi. Xudo xolasa mana oshiq-moshiqlarni quyib, bu yoqlarga mana oshiq-moshiqlarni quyib tayyor qilindi. Hozir endi tepa qismi lazerni o'rnatish jarayonida. Xudo xolasa lazerni uстановка qilib olib, keyin bu joylarga kraskalarni uramiz. Xudo xolasa inshaalloh darvozamiz tayyor bo'ladi va undan keyin kozirogimizga o'tamiz. Ikkita kozirogimiz bor. Bu yoqda bitta pultli darvozamizga kozirog, bu yoqda mana bu o'rnatgan darvozamiz tepasiga ham kozirog bor. Darvozamizni ustunak bo'ldik. Kozirogimiz qolib ketdi, tushib qoldi. Xudo xolasa endi bu yoqda leksalarni qotiryapmiz. Xudo xolasa endi qolgan ishni ertaga davom ettiramiz. Ertalabda bu yoqda kraskalar ham qoldi. Mana tepaga taxiy qismini yopishtiramiz inshaalloh. Birinchi leksalarimiz ustunovka bo'ldi. Xudo xolasa bu yoqda mana ikkinchisini ustunovka bo'lyapti hozir. Bu yoqda biz shpakulovka ishlarini davom ettiryapmiz. Mana xudo xolasa darvozamizni ham, kozirogimizni ham ustunovka qilib bo'ldik. O'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Endi darvozaning materiallari haqida qisqacha tushuntirib beramiz. Bu darvozamizning korobkalari shu joyida edi. Sababi bu yerda chekkasi shpakulka edi. O fasadning ishlari tayyor bo'lganligi uchun darvozaning qanotini o'zini yasab berilgan. Darvozamiz eniga korobkalari bilan 4 metrga, balandligi ham 4 metr bo'lgan. Tepa qismida ochilmaydigan joy promogasi bor. Отдельный kalitka, darvozamiz katta bo'lganligi uchun va mana tepa qismiga ko'rib turgandek kalima yozdirib bergan kalimalarni. Kim xohlasa bu narsani qo'ymasa ham bo'ladi, qo'ysa ham bo'ladi. Hammani o'zining xohishiga qarab. Darvozamizga endi ishlagan materiallar. Profillar 8 ga 8 brus bo'lgan. 4 burchak brus. Hop, undan keyin mana 3 ga 3 profil ishlagan va brus 8 list high-tech fasonda qilib egdirilgan. 2 qavatli, o'rtalari ham shunqa bo'lgan va orqasidan brus 8 list bo'lgan. Hop, o'rtalariga 3 ga 2 peshbiron qo'yilgan, palasalarni bekitgan va o'ziga yarasha 4 burchak, bu ham high-tech fasonligi uchun 4 burchak variantda ruchkalarni qo'yib berilgan. Hop, endi darvozamiz orqa tarafini ham ko'rsatamiz. Zuber zamok har doimgidek kalitlar uchta kalit sizlar общий hisoblanadi 5 ta belgilangan bo'ladi. Va yana bu yerda darvozani ochib olganda qirilish bo'lmasligi uchun rezinkalar ham qo'yib ketganmiz. Bemalol qattiq yopib olsangizlar bunaqa ovoz chiqarib, shifasi yetib qolmaydi kraskalarga. Yopilishlari ham xudo xolasa mana bu rangda. Darvoza xudo xolasa mana o'rtalar sentr uchunlar va yana zazorlarni bekitish uchun 2 profil ishlatganmiz chekkalariga. O'rtalari mana yengil holatda darvoza over katta darvoza, lekin ochib yopilishlari xudo xolasa yengil holatda bo'lgan. Mana yana zazorlarni bekitish uchun 2 ga 1 profildan aylantirib qo'yilgan. Kraskalari ham orqa oldi. Bir xil kraska bo'lgan. Xudo xolasa sifatlariga, kraskalariga garantiyalari bor. Mana so'zimiz isboti mana 8 ga, bu yog'i ham 8 profil bo'lgan. Brus, ya'ni stenkalari brus 8 ga bo'lgan toza. Hop, darvozamiz kraskalari matli, bu yerlari nejevikadan ham qilsa bo'ladi bu narsani. Biz kraskadan chiqarib berganmiz. Umri ham uzun bo'ladi va qalin lista bo'ladi. Brus 8 to'la lista bo'ladi. Hop, endi kozirogimizni darvozaga mos qilib high-tech fasondagi qilingan. Tekis guli yo'q. Oldiga chiqish 2 o'm bo'lgan bu yeri oldi tarafiga va eniga 4-30 sm ga tayyorlab bergan. Profillari 3 ga 3 va 3 ga 2 profillardan tayyorlangan. Xudo xolasa tepa qismi ham darvozani kraskalariga mos qilib, mokriy asfalt leksan yopib berilgan. Kim xohlasa tunuka qilib beriladi. Endi razmerlari kattaroq bo'ladigan bo'lsa, bu yerlarga stoyka tushadi.
yo'q, yana davom ettirib ketsa bo'ladi. Endi bu yerda joy shunaqa holatda ekan. Ariqqa qilib tayyorlab berildi. Kim xohlasa zo'rg'on tayyorlab beraveradi. Buni hammani o'zini imkoniyatiga qarab, xohisaga qarab. Mana bu yoqda xuddi shu variantda avtomat darvozaning tepasiga ham kazirovka yasab berilgan. Buni oldi uzunroq bo'ldi. 2.40 bo'lgan mana bu joygacha. Option 2.40, eniga 3.20 ga tayyorlab berilgan. Leksanlar bilan 3.5 metr bo'lgan. Bu yoqqa ikkita chekkadan 25-30 sm chiqib turadi. Bu ham xuddi o'sha variantda high-tech fasonda bo'ldi. Guli yo'q, tekis variantda, faqat buni tepasi mana avtomat darvozaga mos qilib yodi qo'yib berilgan. Bu yerdagi kraskalar ham bunga o'xshab korishniy svet berilgan, mokri emas. Ya'ni o'sha bir xil hammasi, ranglari ham, tepa qismi yoqadiganlari ham bir xil svetda bo'ladi. Va mana bu yoqda avtomat darvoza ham o'rnatilgan. Avtomat darvozani qo'yish mumkin. Yo'qda bemalol mashinada kelib, ichkaridan ochib o'tirish shart emas, bemalol o'tib bosib qo'yasiz, o'zi avtomatik ochiladi. Mana ochildi. Mana shu holatda o'zi holati to'xtaydi va yana pultini bossangiz, o'zi avtomatik yana bekiladi. Va yana mana xohlagan joyingizda to'xtatib qo'yish funksiyalari ham bor. To'xtadi va yana davom ettirish bossangiz, davom etib ketaveradi. Kimga shunaqangi xizmatli kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqib olasizlar. Xolos O'zbekiston bo'ylab dostavka mavjud. Kazirovkalarimiz esa vodiy bo'ylab dostavkalar bepul. Vodiydan u yoqga bo'ladigan bo'lsa, dostavkasiga uстановкasiga pul qo'shiladi. Sababi bu narsani olib borib uстановка uchun bu yerda taxlangan holatda ketadi, keyin yo'lga borib yig'ib beriladi. Shuning uchun ozgina summa qo'shiladi. Kimga xizmatli kerak bo'lsa, aloqaga chiqib olsa, e'tiboringiz uchun rahmat. İşlerimiz yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, bundan keyingi chiqaradigan ishlarimiz sizlarga borib turadi. Sog' bo'ling.